Yalang oyoq yoshligimni eslasam jam ko'zlarimga surtgin. Assalomu alaykum, siz qanday? Assalomu alaykum, komandir yaxshimisiz? Yaxshi, Qancha yaxshimi? marhamat, hujjatlaringizni taqdim qiling. Hujjatlar mashinada turibdi. Rahmat, tinchlik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Komandir yaxshimisiz? Nima olib ketyapsiz akamiz? G'ish. Ohangarondan olib kelyapman. Agar xohlasangiz butun respublika bo'yicha dastlabki xizmatlari ham bor. Lekin ikkinchi etaj, uchinchi etaj mana kira xizmatlari ham bor chiqarib berish. Sizga ham kerak bo'lsa komandir qilib beramiz. Ya, menga ish kerak emas. Salonga ham g'ishot olganmisan? Yo'q, ish emas u. Qaydismi, yo'qmi, ketamizmi? Kim bo'ladi bu kishi? O'lagar men yinalarga ukalar deyman. Bir og'zini shuni olib borib qo'ying deganiga olib ketyapti. Olib ketsa hamon olib ketaversan mashinangga. Hozir 1 minut komandir, 1 minut. Bo'ldi, men siz bundan orqaga kutolmayman, o'sha ketishim kerak. Yosh qiz ko'rib turibsiz-ku. Agar men abi tabirgan pulim bering. Nima qilsak biz ham onalariga ukalari deb bo'lamiz. Abdurahmonov,